Ushbu loyiha Turonbank hamkorligida Andijon viloyati Ulug'nor tumani Mingchino mahalla fuqarolar yig'ini 353-sonli konturda jami 2,2 gektar yer maydonida amalga oshirilmoqda. Ekin turi tarvuz. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlarning holati juda yaxshi. 120 kun, 130 kun davomida ekinlarimiz pishgan, tayyor bo'ladi. Ekinlarni yetishtirish davomida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihada jami 8 ta dehqon xo'jalikka biriktirilgan. Loyihani samaradorligini oshirish maqsadida lider tadbirkor Turon yerlari ichakka biriktirilgan. Ushbu yer maydonida jami 100 million so'm daromad ko'rilishi rejalashtirilgan. 110 tonna, 120 tonna hosil yig'ib olinadi. Mazkur hosil yig'ib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali dehqon xo'jalik daromadlari yanada oshirish rejalashtirilgan.